Salam qızlar, bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz go'sht qiymaliq tofu pishirmali. Shundoq yeyish chiqadi ham oddiy. Bunga biz oldin miqdorda jusayni to'g'rab oldik, shavsong olsun bo'ldi. Anda dumlab pishirilgan go'sht bunga azroq shangchov deb topolmay ketdim. Bir qo'shiq shangchovni to'kib aralashtirib olamiz. Andan shavsongni aralashtirib oldik. Endi duf beni mana bu holatda kesib oldik. 10 santi uzunlikda kesib oldik. Endi biz buni boya tayyorlab olgan go'sht qiymimizni elib mana bu holatda yo'gab taqsimimizga tizib olamiz. Ko'ringlar, mana shu holatda qiymini ichiga elib duf biga yo'gab olamiz. Hammasini tayyorlab oldik. Endi ayrim bir qachiga tuxumdan 4 chaqdiq. 4 tal tuxumni chaqib, bunga azroq shavsong silib, mana bu ushaq to'g'ralgan qayza yoki go'sht bo'lsin bo'ldi. Qayza bo'lsa ichtirak pishidi yaxshiroq. Azroq tuz soldik. Endi buni yaxshi aralashtirib olamiz. Endi mana poshkal qozni, ya'ni go'shtdan pishirgan qoznimizning ostini maylab oldik. Yoki tuz tutolmaygan tovuq qozon bo'lsin bo'ldi. Astını maylab olgandan keyin mana bu duf bitirmimizni mana shu holatda tizib olamiz. Ondan mana bu boya aralashtirib olgan tuxum aralashimizni mana bu holatda to'kimiz. O'tirishdan boshlab to'kimiz cho'rlarga eqib chiqadi o'zi. Ko'ringlar. Mana shu holatda to'kib oldik. Endi buni og'zini yopib 2-3 minut qo'yamiz. Mana bu holatda chiqadi yuz qizdirib. Ondan yuziga azroq shavsong chechib, shuning bilan iste'mol qilsak bo'ldi. Shundoq yeyishlik ham quvvatlik, shundoqla oddiy, bak oson qo'l tutmaydi. Odat mehmonlar qilsanglar bo'ldi buni. Shundoq chiroyli g'ayri chiqadi. Mana qaranglar, yeganda mana bu holatda yeymiz, shundoq g'ayri, shundoq yeyishlikka. Ballarmi shunchaki yaxshi ko'rdi buni ham shundoq quvvatlik bo'chu. Hammanglar sinab baqsanglar bo'ldi.